tajribamiz boshladik. Bu distillangan suv. Mana bu suyuq suvni bir ko'pib turib olamiz. Sababi bu tanamizning gazi tashqariga chiqib qolmasligi kerak. Endi yaqinroq ketyapti, siz. Obunachilarimiz uchun yangi tajriba. Keling, mehmonxona kursida shunaqa tajribalardan bahramand bo'ling. Ustozimiz Qoraboyev A'zamjon hamda men bilan birgalikda boshlaydik. Bismillah. Bunda hech qanaqa nimasiz yonyapti. Buni hech qanday zarari yo'q, shunchaki buni sun'iy olov desa ham bo'ladi. Insonga hech qanday zarari yo'q mana. Shu oddiy. Buni bemalol maktab laboratoriyasida o'quvchilarga ko'rgazmali dars qilib o'tsa bo'ladi. Nima shu? Keyingi tajribalar